Muqimiy teatri sizga begona emas, har qalay bolaligingiz, beg'ubor damlaringiz shu yerda o'tgan. Ko'p so'zlarni yodlab olgan bo'lardim. Kichkina bolaman, bo'lakegim menga replika berishadi. Azim, sen aralashma desa, nega aralashmas ekanman? Xotin meniki. Dramaturgiya masalalari bo'yicha, kompozitorlar masalalari bo'yicha o'ziga yarasha kamchilik, muammolar yo'q emas. Faoliyatimni mana shu orkestrda boshlaganligim uchun shu milliy sozlarda men nabakam bilan birga chalardim shu spektakllarni, katta spektakllarni. Umrboqiy bo'lishi uchun u masalan bironta qo'shiq bo'ladimi yo bir san'at asari bo'ladimi, ko'pchilikni bir fikrini ham bilgan yomon bo'lmaydi. Vazminamman, lekin hazilkashamman. O'ziga yarasha juda bir kerak bo'lgan paytda juda bir quvnoqman. Lekin san'at sohasiga keladigan bo'lsak, qo'shiqlar yaratishga keladigan bo'lsak, albatta bunga jiddiy qarayman men. Orkestrda hech kim yo'qmi? Anaqa shuna reni berib yuboringlar. Reni bunda bosib yuboring. Pianinoda reni prosta. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz. Yuragimga bitgan armonsiz. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Ayniqsa o'g'il bolaga otasi kerak bo'ladi baribir. Onamlar ham aytganlarda menga san'at yo'nalishi, san'at yo'li murakkab. Agar o'zing qo'lingdan keladigan bo'lsa, iqtidoring bo'ladigan bo'lsa, qilgin. Bo'lmasa qilmagin deganlar. Davlatlarga borganingizda uni tarixiy kitobini o'qiy olmaysizda, borishdan teatrga borganda uni urf-odatlari ham, uni kelib chiqishini ham ko'p joylarni teatrdan ko'rib olsa bo'ladi. Teatr ham saboq oladigan joy bo'lishi kerak, ham qiziqarli ham bo'lishi kerak-da. Akademik maqomi mana shu Muqimiy nomidagi musiqali teatrga berilishi bu juda ham bir katta bayram bo'ldi. Uyga kelganda senga bir piyola choy bergani, seni hurmat qilgani, senga orzu-havas qilgani buni hech qanaqa brilliant, hech qanaqa gavharlar bilan almashtirib bo'lmaydi. Hayotda adolatli bo'lishga harakat qilaman. Sadoqatni birinchi o'ringa qo'yaman. 200 lamachilarni yoqtiraman. Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Omonmisiz? Yana sizlar bilan Dil tori loyihasi orqali diydorlashib turganimizdan behad shodmiz. Bugungi suhbatdoshimiz Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatr direktori, O'zbekiston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Azim Mullaxonov. Ustoz, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, salomat bo'ling. Muqimiy teatri sizga begona emas, har qalay bolaligingiz, beg'ubor damlaringiz shu yerda o'tgan. Onangiz O'zbekiston xalq artisti Farog'at Rahmatova ayni mana shu yerda ijod qilganlar. Shu ijod jarayonida sizni yetaklab olib kelib, kun kelib mana shu ayni shu maskanga rahbar bo'laman degan bir fikrlar, bir orzular bo'lganmi? Endi ochig'ini aytsam, o'ylamagandim bunaqa bo'ladi deb. Lekin inson shunaqa o'ylamagan narsalari hayotda ko'p bo'ladi. Haqiqatan ham bu teatrda men katta bo'lganman desam mubolag'a bo'lmaydi.
hozir ham mana sahnada o'tiribman. Hozir mani yodimga tushgan ilk bor bizda shu konsertmeyster deyiladi, ya'ni musiqali teatr bo'lgandan keyin unda albatta ariya va duetlardan tashkil topgan bo'ladi. Dramatik ijrodan tashqari o'sha kuy qo'shiqlar bo'ladi. Shunga mana shu sahnani yonida Margarita Furman va Shura Malina degan ustozlar bo'lishardi. Hozir yodimga shular tushdi. Shular mana shu onamlarni, O'zbekiston xalq artisti E'tibor Jalilovalarni, O'zbekiston xalq artisti Mahmudjon G'ofurovlarni, O'zbekiston xalq artisti Surat Po'latovlar, O'zbekiston xalq artisti Naima Po'latovalar. Shular bilan mana shu sahnada spektakllar jarayonida orkestrdan oldin fortepianoda mana shu ariyalarni takrorlab o'tirishardi shu yerda. Shu o'tilardi, mana shular esimga tushdi. Ularni hali ham hanuz shu ovozlari, ijrolari, betakror ijrolari hali ham shu xayolimizda, qulog'imizda qolgan. O'sha spektaklni, sahnani yuzini ko'rish uchun tayyorgarlik jarayonlaridagi o'sha so'zlar siz uchun yod bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Ko'p so'zlarni yodlab olgan bo'lardim. Shu hazillashib kichkina bolaman, shu Farg'ona voqeasidagi Azimboyevachchani rolini O'zbekiston xalq artisti Mahmudjon G'ofurov o'ynardilar. Shunda qozini ayoli bilan qozini oldiga kelishganda shu bir sahnasi bor edi. Shu bir kambag'alga endi o'sha Azimboyevachchani ayoli tuhmat qiladi. Shunda keyin uni endi xabardor bo'lib qoladi. Bo'lgan voqea tuhmatligidan Azimboyevachcha xabardor bo'lib qoladi. Shunda qozini oldiga keladi endi u boyvachcha odam. Qozi Azim sen aralashma deydi-da. Aralashma desa, nega aralashmas ekanman? Xotin menikimi? Albatta aralashaman deydi-da Azimboyevachcha. Endi men shuni o'rganmagan ekanman-da. Kichkina bolaman, bo'lakegim menga replika berishadi. Azim sen aralashma desa, nega aralashmas ekanman? Xotin menikimi? Meniki deb. Hamma kulib, mana shunaqangi hazil-huzullar bilan bo'lib, albatta bularni farzandi deb bo'lib, avvalambor bunaqangi bir mana shu musiqali teatr, nafaqat musiqali teatr, umuman teatr san'atidagi shunaqangi bir ustozlarni ko'rib, shularni bir qo'llarida katta bo'lib, o'zlarini farzandlaridek bo'lib, bularni ijodlaridan bahramand bo'lib, bularni o'ynagan shu rollarini, gastrol safarlaridagi chiqishlarini ko'rgandan juda ham bir xursandman. Teatr nafasi bilan ulg'aygansiz. Ko'pchilik aytadiki, Azim Mullaxonovni oxirgi yillarda ko'rmayapmiz, ijod qilmayaptilarmi? Ko'p muxlislaringiz ayni mana shu teatrda faoliyat yuritishingizni bilmas ekan yoki o'sha teatrda ulg'ayganingiz, onangiz ayni otangiz ijodkor ekanliklarini, san'at sohasini vakili ekanliklarini ko'pchilik bilmaydi. Mana shu bahonada o'ylaymanki, bu suhbatimizdan keyin o'sha muxlislar ajabmas Azim Mullaxonovni o'sha bolaligidan hozirgi kungacha san'at olamida ijod qilyaptilar. Katta bir dargohga rahbarlik qilish juda mas'uliyatli. Chunki o'ziga yarasha ham ijodiy masalalar bor, ham o'sha tashkiliy masalalarda ham siz o'zingizni o'sha tashabbuslaringizni ko'rsatishingiz kerak. Mana oxirgi yillarda Muqimiy teatrida gastrol safarlari ko'paydi. Ko'pgina qardosh xalqlarimiz bilan teatrlar o'zaro ijodiy muloqotga kirishdingiz. Ozarbayjonga borib keldik. Ozarbayjonga borib mana Qaynana spektaklini qo'ydik. Qaynana spektaklini ham juda bir yaxshi qabul qilishdi. Iliq kutib olishdi, yaxshi qabul qilishdi. Chunki uni ariyalari, duetlari Ozarbayjon tilida, o'zbek tilida edi. Biz qo'shiqlarini o'zgartirmadik-da, o'sha Ozarbayjon tilida. Endi mayli o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lishi mumkin, lekin baribir yaxshi kutib olishdi. Keyin mana qozoq do'stlarimiz bilan Oktava shahrida mana teatrimizning bosh rejissyori boshchiligida borib musiqali spektakllarni festivalda qatnashib birinchi o'rinni olib keldik. Shuning uchun muvaffaqiyatlar bor o'ziga yarasha. Lekin endi bu muvaffaqiyatlar ortida albatta o'ziga yarasha kamchiliklar ham bor, ishlanadigan joylari bor. Endi ijod bo'lgandan keyin kamchiliksiz bo'lmaydi. Kamchiliksiz bo'lmaydi. O'ziga yarasha muammolari bo'ladi. Endi mana shu dramaturgiya masalalari bo'yicha, kompozitorlar masalalari bo'yicha, yoshlarimiz mana yosh rejissyorlarimiz bo'yicha o'ziga yarasha kamchilik, muammolar yo'q emas. Chunki o'sha avvalgi tosh bosadigan asarlarni xohlaydi-da, tomoshabin ham, aktyorlarimiz ham xohlashadi.
ana o'shanaqangi asarlardagi ariya duetlar, ya'ni bir-biriga mutanosib bo'lgan o'sha obrazdan kelib chiqqan ariya duetlarni xohlashadi. Endi uni yaratish ham o'zi bo'lmaydi-da, bu endi ob otash deyiladi-ku, suv bilan olovdek narsa. Shuning uchun ba'zi bir payt haqiqatdan bir zo'r o'xshaydi degan spektaklingiz unchalik o'xshamasligi mumkin. Omadli kelib chiqmasligi mumkin. Yo'q bo'lmasa, endi shunchaki bir spektakl desangiz, ish jarayonida chaqlangan sari unga ya'ni o'sha shinavandalarini, ya'ni muxlislarini ko'payishi mumkin. Shuning uchun ijodiy jarayon ham qiyin. Ijodiy jarayon haqida mana gaplashyapmiz. Ijodiy jarayonga siz rahbar sifatida qanaqa aralashasiz? Ya'ni qaysi ma'nodaki o'sha ijodiy muhit qanaqa shakllangan? Rejissyor, rahbar va ijodkorlar, o'sha aktyorlar o'rtasida yoki hamma mas'uliyatni rejissyorni o'ziga tashlab qo'yaverasizmi? Maslahatlashamiz, albatta, maslahatlashamiz, lekin unaqangi bir nima deydi, endi rejissyorni bir ijodini bizda unaqangi bo'g'ib qo'yish degan narsa yo'q. Ha, qo'llab-quvvatlaysiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Ko'pincha endi men shu musiqa sohasini ko'proq bilganligim uchun, mana shu orkestrda, ya'ni o'zimni san'atdagi faoliyatimni, professional san'at yo'nalishidagi faoliyatimni mana shu orkestrda boshlaganligim uchun biz orzu qilamiz, mana shunaqangi bir dirijor bo'larmikin yana O'zbekiston xalq artisi Nabijon Xalilovga o'xshagan deb barcha mana suhbatlarimizda shu Nabijon aka Xalilovni ham ko'p eslaymiz. Mana shu orkestr sohasida, musiqa sohasida ustozlarimdan eng bir katta ustozlardan bittasi Nabijon Xalilov bo'ladi. Nabijon akam shunaqangi dirijor edilarki, ular mana shu katta spektakllarda, Tohir Zuhra, Layli va Majnun, Mangulik spektakllarida va boshqa juda katta bir asarlarda dirijorlik qilishdan tashqari nay sozini o'zlari ham chalardilar. Shunda endi milliy musiqa yo'nalishi endi bizda milliy bo'lganligi uchun ham albatta milliy sozlar ham bo'lishi kerak bo'ladi. Orkestrga talab bo'ladi shunaqa. O'sha milliy sozlarda men Nabakam bilan birga chalardim shu spektakllarni, katta spektakllarni. Shunda mana o'sha orkestrda qanaqa bo'lish kerak, ijro qanaqa bo'lish kerak, uni masalan orkestri baland pastligi, ya'ni o'sha dinamika deyiladi, dinamikasi qanaqa bo'lish kerak, ijro qilayotgan nimani qanaqa bir unga qanaqa qulayliklar yaratib berish kerak. Masalan, bular bir xil past ijro qilgan joylarda orkestr balandlashib ketadigan bo'lsa, tomoshabinga yetib bormaydi. O'shaning uchun bir-biriga mutanosib bo'lib, nima deydi, bitta organizmda nafas olib ishlash kerak bo'ladi. Mana shunaqangi jarayonlarini Nabijon akamdan ko'p o'rganganman. Lekin yaxshi kulib omon bo'lgur, bolaginam deb yaxshi gap bilan gapirib tushuntirardilar. O'shaning uchun hozir bizda o'zi ijodiy jarayon bo'lganda, ijodiy jarayon bir-biriga nima deydi, bir hukmronlik yo'nalishida bo'lish kerak emas. Bir-biridan o'sha maslahat so'rab, mamlaqa bo'ldi, nima bo'lsa ekan, qanaqa qilsa yaxshi bo'lar ekan deb uni kimdir mamlaqa qilgin deyish kerak emas. Mana shunaqangi ijodiy jarayonni qo'yib, yo bo'lmasa palon joyini ko'rib bering, yo eshitib bering, qanaqa ekan. Mana endi bo'ladi bir xil payt. Bizda mana xor jamoasi bor. Xor jamoasida mana shu Ulug'bek Komiljonov hozir xor jamoamiz juda ham yaxshi. Ba'zi bir shunaqa bo'ladiki, Azmaka shu xor bir eshitib ko'raylik, nima ekan, nima bo'lyapti ekan, shu maslahatingizni bering dedi. Keyin borib aytamanki, menimcha sal yumshoqroq bir ijro bo'lish kerak, yo bo'lmasa bu joyda bir kerak bo'lsa ochiqroq bo'lish kerak, yo balandroq bo'lish kerakmi ekan degan fikrlarni bildiriladi-da. Shunaqa endi musiqa sohasida ham ba'zi bir musiqalarni, ba'zi nimalarni mana bizni bosh rejissyorimiz ham Azmaka shu nima qilsak ekan, bir eshitib ko'rasizmi, bir nima qilamizmi, bir ko'ring, bir birgalikda ko'raylik degan maslahatlarni beradi. Shunda o'zimni tajribamdan, o'zim endi bilgan narsalarimdan maslahat berishim mumkin. Teatrlarimiz ayrimlarini endi rahbarlari o'zini qarashlari bilan, o'zini fikri bilan shu rejissyorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga aksincha o'zi chizib bergan ssenariy asosida yurishga majbur qiladi, da'vat qiladi. Lekin bu albatta ijodkor xalqiga uncha ham xush kelmaydi. Tomoshabinga ko'proq ma'qul bo'ladigan,
nima deydi endi o'sha kassabob bo'lgan spektakllar bo'lishini xohlaydi. Chunki endi direktorlar asosan moliyaviy tomonga ko'proq qaraydi-da. Shuning uchun endi ijodiy jarayon bo'lishi kerak, ijodiy hamkorlik bo'lishi kerak. Biladigan masalan kim qaysi bir yo'nalishi kuchliroq biladigan bo'lsa, shu insonni o'ziga talab bo'lishi kerak, shu odamdan kelib maslahat so'rash kerak. U o'zicha bilgan bilmagan narsasini unaqa qilasan, bunaqa qilasan deyish kerak emas deb o'ylayman. Lekin maslahatlashib qariyb yarim asr bo'lib qolgan bo'lsa qo'shiq aytish boshlaganimga. Yo'q, bironta qo'shiq bastalanganda ham hech qanaqangi bir unaqa bir nima deydi, yomon bir sharoitda bo'lmaganda, maslahat sifatida bo'lgan. Men qo'shiqlarimni o'zim yuborardim, eshitib ko'ringlar. Qanaqa bo'ladi? Sizlarning fikringlar qanaqa? Xatosi bo'lsa aytinglar deb ko'proq o'sha xatolarini ichki harakat qilardim. Sayqallab borlash. Yo'q, endi umrboqiy bo'lishi uchun u masalan bironta qo'shiq bo'ladimi yo bir san'at asari bo'ladimi? Ko'pchilikni bir fikrini ham bilgan yomon bo'lmaydi. Chunki agar hamma narsani o'zim bilaman, faqat o'zimga ma'qul deb, zo'r bo'ldi deb bir xil narsalarni yaratib qo'yasizda, keyin unga muxlis topilmasligi mumkin. Biz bilamizki, o'sha shaytanat, ota, ona yoki jafo qilursan kabi qo'shiqlaringiz nafaqat O'zbekiston, butun O'rta Osiyo ham mazza qilib eshitadi, tinglaydi. Har gal eshitganda bir insonni bir jumbushga keltiradigan bir so'zlar, ohangida ham shunaqa bir ko'ngilga yaqinki, ohangini tinglaganda inson ruhiyati orom oladi. Mana shu qo'shiqlaringizdagi vazminlik, bosiqlik sizni tabiatingiz bilan bog'liqmi? Vazminamman, lekin hazilkashamman. O'ziga yarasha juda bir kerak bo'lgan paytda juda bir quvnoqman. Lekin san'at sohasiga keladigan bo'lsak, qo'shiqlar yaratishga keladigan bo'lsak, albatta bunga jiddiy qarayman men. Jiddiy qarayman, juda ko'p o'ylayman. Endi yaratganingizdan keyin bironta qo'shiq bo'lgandan keyin albatta o'sha qo'shiq ko'proq muxlis topishini, ko'proq unga e'tirozlar emas, shunga e'tirofli bo'lishini xohlaydi odam. Shuning uchun ko'p o'ylab, ko'p eshitib, juda bir qiyinchiliklar bilan yaratiladi. Shuning uchun ham menda nima desam, ijodimda juda ham endi bir qo'shiqlar bor. Hozir bir 60-70 qo'shiq bor, lekin ularni ba'zi birlarini men o'zimcha o'ylaganmanki, zo'r bo'lib ketadi. Bundan zo'r qo'shiq bo'lmasa kerak deb o'ylagan qo'shig'im ommalashmagan. Lekin endi bilmadim, endi o'ziga yarasha bir muxlisi bo'lsa kerak deb yaratilgan qo'shiqlar ko'pchiligiga ma'qul bo'lgan. O'shaning uchun nima deydi, o'sha shinavandani bir didini ba'zi bir paytda topib ularga bir ma'qul bo'ladigan qo'shiq yaratish ham o'zi bo'lmaydi. Bu ham bir omad deb o'ylayman. Shaxsan o'zim ota qo'shig'ingizni har gal eshitganimda ko'zimga yosh keladi. Chunki juda ta'sirli insonni haqiqatda bir larzaga keltiradigan qo'shiq. Ushbu qo'shiqda sizning hayotingiz aks ettirilganmi? Yo'q, meni endi hayotim juda aks ettirilmagan-ku, lekin bizning oilamizda ham nima desam ekan, men otamlar hayot bo'lganlar, lekin otamlar hayot bo'lganlar, lekin onam bilan turmushlari bo'lmagan. Men bir 7-8 yoshli paytimda bular ajrashib ketishlariga to'g'ri kelgan, lekin qanaqadir munosabatlarimiz yo'qolmagan otam bilan, doim shu oxirigacha munosabatda bo'lganmiz. Lekin baribir o'sha nima deydi endi, ayniqsa o'g'il bolaga otasi kerak bo'ladi baribir. Lekin o'sha qo'shiq yaratilganda ham, bu qo'shiq yaratilishi ham qiziq bo'lgan, chunki men endi o'sha ayniqsa yoshlik chog'imda qayerda shu she'riy kitoblar bo'lsa, yo bo'lmasa mana Sharq yulduzini ko'p olardim. Jurnalni qayerda Sharq yulduzini ko'radigan bo'lsam, albatta bilardimki, she'rlari bo'ladi, shuni qidirib she'r topishga harakat qilardim. Xuddi shunaqa bo'lgan, o'zimizni bir tadbirga ketayotganda unda chalg'u chalib, o'zim gitara chalib ham ijro qilardim. Shunda kutib, bolalarni kutib tursam, Sharq yulduzi jurnalini ko'rganman. Shu soni menda yo'q ekan deb, bering deb olib, o'sha turgan joyda varaqlasam, keyin yana shu derazamni ostida tongda sayragan qush zulmasini otadi deb boshlangan she'rni ko'rganman. O'qib turib keyin qarasam, Xurshid Davron Rusht akamning she'rlari ekan.
keyin bolalarga men aytdim, shuni men bir yangi qo'shiq qilib beraman sizlarga desam, qanaqa qo'shiq dedim. Men aytdim, mana hozir qo'yib aytib beraman deb, shu yerda chalib etib yurib paydo bo'lgan shu qo'shig'imiz. Keyin o'sha paytda kasetalar yozilardi. Kasetalarni asosiy kompakt disk ham yo'q edi u paytda. Kasetalar yozilardi. Shunda shu qo'shiqni ham qo'shaylik ota haqidagi qo'shiqni ham deb keyin shu qo'shiqni qo'shganmiz. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin mani do'stim mana televideniyada bir necha yil rejissyorlik qilgan, radioda ishlagan Qahramon Ashurov keyin shuni bitta klip qilishimiz kerak siz bilan birgalikda deb shu tashabbusi bilan keyin klip bo'ldi. Mana hanuz hozir 35 yil bo'libdi shu qo'shiq yaratilganiga. Hanuz ijroda. Orkestrda hech kim yo'qmi? Anaqa shuna reni berib yuboringlar. Reni bunda bosib yuboring. Pianinodan reni просто. Derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmi ota? Yo tunimga ko'klam mozorda oy yopishgan gul sizmasmi ota? Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Rahmat Azim aka. Qaysidir ko'zlarimizga yosh keldi. O'zingiz bastalaysiz qo'shiqlaringizni. O'zim bastalayman. Endi men o'zim shu bastalashni yaxshi ko'raman. Ozgina qiynalishim kerak. Keyin uni ko'p musiqa sozlarini o'zim chalaman. Bo'lmasa shogirdlarga aytsam, men 10 marta chalganimni 1 martada chalib beradi. Lekin o'zim chalishim kerak, uni o'zim yozishim kerak. Lekin o'shanaqa jarayon bo'lmasa ko'nglim to'lmaydi. Men albatta shuni o'zim yaratishim kerak. Keyin uni o'zim musiqa asboblarini biriktasini chalishim kerak. Keyin o'zim yozishim kerak. Azim aka, misol uchun ayrim san'atkorlarimizda uchraydi, repertuarida millionlab qo'shiq bo'lishi mumkin, lekin tosh bosadigan bir tomoshabinni qalbidan joy olgan yoki boshdan oxir yod olgan qo'shiqlar juda kam. 35 yil o'tgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham, bugungi kun tomoshabini ham yoddan biladi. Shuning uchun balki sondan ko'ra sifatga ham e'tibor bergan ma'quldir. Qaysidir ma'noda. Endi qo'shiqlar ko'p bo'lgani yaxshi, lekin endi bitta ohang bilan mastabab she'ri ham bo'lish kerak bunga yarasha. She'ri tushish kerak. She'ri ma'qul bo'lish kerak o'zingizga. Qanaqadir uni ohangi kelish kerak. O'zi bo'lmaydi baribir. Azim aka, ota sifatidagi eng katta orzuyingiz nima? Barcha otalar kabi endi albatta farzandlarimiz mana shu biz yurtimizga, vatanimizga bir sodiq inson bo'lishi, bularni iloji boricha bularni orqasidan ham, bularni ya'ni yurish turishidan ham, qiladigan ishlaridan ham iloji boricha ijobiy fikrlar eshitish, jamiyatga kerakli bir inson bo'lib yetilishini o'zi yetarli. Uni farqi yo'q. Qanaqa kasbda bo'ladi, nima ish qiladi, lekin mana shu yurtimizga kerakli bir inson bo'lib, foydasi tegadigan inson bo'lib, ertaga bularni mana ortidan shu yaxshi farzand bo'libdi, shu tarbiyali farzand bo'libdi, otasiga rahmat degan gapni eshitishimiz shu albatta mana shu eng katta bizning orzuyimiz bo'ladi. Men o'ylaymanki, barcha otalarning ham orzusi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin farzandlaringiz san'at yo'lidan ketishmagan. Agarda ularni qaysilaridir siz san'at yo'lini tanlashganida siz qarshilik bildirmasmidingiz? Qo'llab-quvvatlarmidingiz? Endi qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Endi men o'zim ko'proq tirishganligim uchun mana shu san'at yo'liga onamlar ham aytganlarda menga, agar o'zingni qo'lingdan keladigan bo'lsa qiyin, lekin bu juda murakkab. San'at yo'nalishi, san'at yo'li murakkab.
agar o'zing qo'lingdan keladigan bo'lsa, iqtidoring bo'ladigan bo'lsa qilgin, bo'lmasa qilmagin deganlar. O'shaning uchun men ham farzandlarga endi haqiqatdan agar san'atga qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, u tinmasdan faqat shu yo chalg'u bo'ladimi, yo bironta ijro bo'ladimi, teatr san'ati bo'ladigan bo'lsa, o'zi qanaqadir bir to'garaklar topib albatta borib qatnashish kerak bo'ladi. Keyin ularni qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. Lekin ularda bir intilish bo'lmaguncha, o'sha san'atga bir mehr bo'lmaguncha, iste'dod bo'lmaguncha, qanaqadir bir endi hozirgi paytlarda qo'shiqchi bo'lganda ham ko'proq ijodkor qo'shiqchi bo'lgani ma'qul deb o'ylayman. Ijrochi bo'lsa, yana o'sha unga bironta bastakor, kompozitor kerak bo'ladi, bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun men xohlardimki, agar bironta ijod yo'lida bo'ladigan bo'lsa ham ko'pchilikka maslahat beraman, ijodkor bo'lib o'zi bastalashga harakat qilsin. Endi she'r yozishga shoirlarimizdan ortiq yozish qiyin-ku, lekin musiqa sifatida bironta o'sha ya'ni bastakorga ham yo aranjirovchiga ham olib boradigan bironta mavzusi, bir g'oyasi bo'lishi kerak. O'zidan bir qanaqadir bir ohang chiqishi kerak, bir yo'nalish chiqishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun farzandlarim juda majbur qilmaganman, lekin nevaralarimiz bor, haligacha intilishlari bor. Ularni ham kuzatib turibmiz. Agar haqiqatda shu yo'lni tanlaydigan bo'lsa, qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz. Taqdirni o'zgartirish mumkinmi? Endi inson o'zi hayotni o'zi kurashdan iboratda. Hayotni o'zi kurashdan iborat. Yashashi o'zi kurashdan iborat. Harakatdan iborat demoqchiman. Endi shu nimadir bo'lmadi deb hammasini yig'ishtirib tashlab bitta joyda o'tirib qolsa ham bo'lmaydi inson. Baribir harakatda bo'lish kerak. Nimalargadir intilish kerak deb o'ylayman. Umrini oxirigacha nimalargadir intilib, nimalarnidir o'rganishi harakatini qilish kerak. Chunki dunyoda insonni bilmagan, tushunmagan narsalari ko'pda. Inson agar ana shu harakati bor ekan, u ya'ni bilmagan narsalarni o'rganishga harakat qilar ekan, insonni bu tirikligidan, uni yashayotganligidan dalolat bo'ladi deb o'ylayman. Teatr san'at oxirgi yillarda e'tibor qaratilyapti. Bu hukumat darajasida, davlat rahbari darajasida e'tibor qaratilyapti. Respublikamizdagi 41 teatr ijodiy faoliyatida ham buni sezish mumkin. Ya'ni o'sha tarixiy asarlarga qo'l urilyapti. Moddiy texnik bazalari yangilanyapti deymiz. Mana teatr haftaliklari joriy etildi. Bu ham qaysidir ma'noda teatrga tomoshabinni qaytishiga turtki bo'ldimi? Teatr haftaligi albatta tomoshabinni qaytishiga ham bir katta turtki bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bizda mana turistalik joylarimizga odamlar sig'madi. Minglab odam keldi. Boshqa teatrlarda ham kuzatildi bu. Albatta bu mana shu tomoshabinni qaytishi o'ziga yarasha quvonch ham olib keladi, keyin o'ziga yarasha mas'uliyat ham. Chunki tomoshabin ko'paygandan keyin mana shu tomoshabinni e'tirofiga sabab bo'ladigan spektakllar bo'lish kerak albatta. Bularga ma'qul bo'ladigan spektakllar bo'lish kerak. Endi o'ziga yarasha ish bor joyda kamchiliklari ham bo'ladi. Albatta o'ziga yarasha muammolari ham bo'ladi. Ayniqsa mana shu bir necha yillardan buyon bizda mana shu dramaturgiya masalalari bo'yicha musiqali spektakl bo'lgandan keyin bu bevosita kompozitorlarimizga, bastakorlarga bog'liq bo'lganligi uchun bizga hozir mana shu o'sha eski ustozlarimizga o'xshagan yo bo'lmasa bir zamon talabiga javob beradigan, zamonaviy ham kerak bo'ladigan bo'lsa bir tarixiy spektakllarni ham mana shu tomoshabinga ma'qul bo'ladigan, tomoshabinga ma'qul, bitta tomoshabinga emas, ijodkorlarga ham ma'qul bo'ladigan, rejissyorlarga ma'qul bo'ladigan, jamoaga ma'qul bo'ladigan mana shunaqangi asarlar yaratilishi ozgina muammo bo'lyapti. Endi o'ylaymanki, bu muammolarni yechimi yoshlarimizni tarbiyalash kerak, ularga yo'l berish kerak deb o'ylayman, imkoniyat yaratib berish kerak deb o'ylayman. Mana shu dramaturglar tayyorlashda ularga qanaqadir bir imtiyozlar yaratish kerakmikin balkim. Kompozitorlar ham musiqali teatrga, kinolarga yozadigan o'sha kompozitorlarimizni tayyorlashda ham ularga ham o'ylaymanki, qanaqadir bir imtiyozlar bilan ularga bir qiziqarli bo'lish kerak-da. Rivojlangan mamlakatlarda o'sha ilk bor boradigan bo'lsangiz, birinchi bor teatrga boriladi. Madaniyatini, tarixini o'sha teatrdan ko'rib
Chunki bir xil davlatlarga borganingizda uni tarixiy kitobini o'qiy olmaysizda, borishdan teatrga borganda uni urf-odatlari ham, uni kelib chiqishini ham ko'p joylarni teatrdan ko'rib olsa bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik borganda mana shu teatrga murojaat qilinadi. Ijod endi faqat shu harakatdan ijod bo'lgandan keyin to'xtash kerak emas deb o'ylayman. Yangilikdan qo'rqmaslik kerak deb o'ylayman. Mana shu musiqali teatr borasida gap borganda bir xil payt mani bir ikkitalar tushunmagan holatlari bo'lgan, lekin men aytamanki, mana shu bizni o'sha qo'yilgan eski spektakllarimizni oladigan bo'lsak, o'sha G'ulom Zafariyni mana Saidjon Kalonov va bizning ustozimiz Nabijon Halilov hamkorlikda qilgan musiqalari, o'sha spektakllarni olamizmi, Tohir Zuhrani olamizmi, Layli Majnunlarni olamizmi? O'sha paytda ya'ni bizning musiqamiz bir tovushli musiqada o'zi, milliy musiqamiz. Bir tovushli musiqani mana shunaqangi ko'p tovushli qilish, ya'ni simfonik orkestr bilan ijro bo'lishi o'sha davrlarda, ya'ni o'sha urush yillarini oladigan bo'lsak, o'sha 40-yillarni oladigan bo'lsak ham, bu juda ham bir katta bir kashfiyot bo'lganda bu. Oyga uchish bilan barobar bo'lgan. Shuning uchun hozirgi paytda ham balkim qanaqadir bir yangilik qilishdan qo'rqish kerak emasmikan? Qanaqadir bir yangilik, texnologiya tomonlaridan, ijro taraflaridan ham, masalan, musiqiy taraflardan qanaqadir o'shani orkestrovka deymiz, orkestr yo'nalishi bo'ladimi? Ularni qanaqadir bir zamonaviy ozgina aranjirovkalar ham qilish kerak bo'ladimi? Shunaqangi bir yo'nalishlarda ham ishlash kerak deb o'ylayman. Teatr ham saboq oladigan joy bo'lishi kerak, ham qiziqarli ham bo'lishi kerak-da. Teatr spektakllarni ko'rganda ular zerikishi ham kerak emas. Shuning uchun o'ziga yarasha ham mutaxassislarga ma'qul bo'ladigan, ham oddiy tomoshabinga ma'qul bo'ladigan spektakllar yaratish kerak-da. Murakkabligi ham shunda deb o'ylayman. Tarixiy asarlar, o'sha dramatik asarlar yoki komediya janri deymiz. O'zimiz, chunki hamma janrda ijod qilib, aytdingiz, tomoshabinni qarashlari didi har xil. Ayrimiga o'sha satirik yoki o'sha yutobaga mosroq kayfiyat beradigan asar yoqsa, ayrimlar dramani xushlaydi. Yana ayrimlari tarixiy asarlarni ko'rganda bir maza qiladi. Prezidentimiz har gal o'sha ziyolilar bilan, umuman teatr ahli bilan o'sha uchrashuvda zamon qahramonlari yetishmayapti sahnada, zamonamizni qahramonlarini olib chiqaylik deb aytadilar. Mana bugun Muqimiy teatrida bir emas, ikkita zamon qahramoni siymosi yaratildi. Shunaqa. Mana shu ya'ni o'sha zamon avloniysi To'xtamurod aka Jumayev, ya'ni bu mana shu Buxoroni Qorako'lidan maktabini asoschisi, mana shu maktabini tashkil qilgan, ya'ni o'zini butun nima deydi endi, umrini baxshida qilgan, sog'lig'ini baxshida qilgan, vaqtini baxshida qilgan va yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan ustozlarimizdan biri. Mana shularga atalgan spektakl bo'ldi. Bularning oilalari ham keldi. Mana shu spektakllarga endi ko'proq shu yoshlarimizni jalb qilishimiz kerak. Yoshlarimiz shu maktabda ustozni qadrini bilish uchun ham shu spektakllarni ko'rish kerak bo'ladi. Yana bir spektaklimiz, yana Diyora kel Diyorovaga bag'ishlangan spektaklimiz mana premyera arafasida turibdi spektakl. Hammasi tayyor. Endi ayrim bir kamchiliklari bor. Buni hozir muammolar bor. Dekoratsiyalar mana bitgandan keyin albatta buni ham premyerasi bo'ladi. Albatta bu ham hozirgi zamon qahramoni, chunki olimpiada chempioni bo'lish o'zi bo'lmaydi. Ya'ni ayol kishiga borib mana shu Yaponiyada juda ham bir kuchli raqiblarni orasida olimpiya chempioni bo'lish, bu bizni yurtimizga juda bir katta bir sharaf keltirish. Ya'ni yana bir bor shu O'zbekistonni shu jahonga tanilishiga bir sabablardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun buni e'tirofini albatta qilishimiz kerak. E'tirofini mana shu teatrlarda, kinolarda, targ'ibot masalalarida ko'rsatishimiz kerakki, bu chunki avlodga, shu bizni kelajak avlodimizga mana shunaqangi qahramonlar e'tirof qilib,
yoritib turish kerak, chunki o'rnak bo'lish uchun ham. Biz ilgari o'sha To'marislar, Jaloliddin Manguberdi spektakllarini ko'rib, ruhlanib, demak bizni ajdodlarimiz shunday o'sha mard, vatan uchun, xalq uchun qanday jasoratli hayot kechirganligini guvoh bo'lganmiz. Jahon chempioni bo'lishni ortida qanchadan qancha uyqusiz tunlar, mashaqqat, mehnat yotadi. Mana shuni ko'rsatishga harakat qilingan spektaklda o'sha mashg'ulotlarini, o'sha orzu-havaslarini, oilaviy sharoitidan tortib hammasini yoritishga harakat qilingan. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ladi. Endi faqatgina to'g'ri komediyaga ixlosmandlar ko'p. Komedik spektakllarga ko'p, lekin endi komediyaga ixlosmandlari ko'p deb faqat komediya bilan chegaralansak ham bo'lmaydi. Chunki albatta hozirgi zamon qahramonlarini, keyin albatta tarixiy spektakllarni. Faqat muammolardan bittasi shundaki, mana shu tarixiy spektakllarga ham yondashganda kalitini topish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda texnikalardan foydalanish, mana shu ekranlardan foydalanish, chiroq uskunalardan foydalanish, lazerlardan foydalanish. Endi bizda orzu-havasimiz bor. O'ylaymanki, bu ham kelgusida albatta amalga oshadi. Muqimiy teatriga akademik maqomi berildi. Bu ham bir katta bir natija, shu bilan birga mas'uliyat. To'g'rimi? Albatta, hanuz mana hozir aktyorlarimiz baribir bironta spektakl qo'yiladigan bo'lsa ham bularda o'zlariga ham talab borda. Odam ko'rib xursand bo'ladi. Biz akademik teatr bo'lganmiz. Biz qarashimiz kerak, biz undoq qilishimiz kerak, bunaqa qilsak loyiq bo'lmay qoladi degan fikrlar bo'ladi. Albatta bu fikrlar yaxshi, chunki o'sha har bitta aktyor, har bitta mana shu hattoki texnik xodimlar ham mana shuni his qiladi. Akademik bo'lganligidan faxrlanadi. Chunki buni bir necha yillar davomida orzu qilib kelingan shu bir endi maqom, akademik maqomi mana shu Muqimiy nomidagi musiqali teatrga berilishi bu juda ham bir katta bayram bo'ldi. Albatta o'zini hanuz o'sha akademikligidan faxrlanib, kimlarnidir e'lon qilganda esidan chiqib qolsa, albatta aktyorlarimiz Akademik Muqimiy nomidagi davlat akademik teatr, musiqali teatri deb to'g'rilab yurishadi. Juda ham faxrli. Albatta biz mana shu fursatdan foydalanib yana bir bor avvalambor davlatimiz rahbariga butun jamoa nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki bu ko'taranki bir ruh bag'ishlaydi. Keyin mana shu o'tgan biz ustozlarimizni, chunki bu Muqimiy teatrdan juda ham musiqali teatrni, umuman teatr san'atini poydevori bo'lgan ustozlarimiz o'tib ketishgan. Shuning uchun Lutfxo'jayin Sarimsoqovani olamizmi, Razzoq Hamroyevni olamizmi, Hamza Umarovlarni olamizmi, Soyibxo'jayevlarni olamizmi, Surat Po'latovlarni olamizmi? Endi agar hozir aytadigan bo'lsam, juda ham hammalarini aytishim kerak bo'ladi. Bu teatrda o'sha ya'ni ijod qilgan aktyor, aktrisalarni nima desam ekan, bir oddiysi bo'lmaganda hammasi ustoz darajasida bo'lgan bular. Shuning uchun bularni ruhlari ham albatta shod bo'ldi. Endi bundan buyog'iga ham harakat qilish kerakki, mana shu qo'yiladigan spektakllar, o'ynaladigan rollar, ularning ariyalarida mos bo'lishga, shu akademik o'sha akademik nomga, keyin o'sha betdan o'tgan ustozlarning ruhiyatiga mos bo'lish kerak. Katta bir maktabning davomchilari sifatida har bir aktyor zimmasidagi mas'uliyat deb o'ylayman. So'z erkinligi deymiz, mana so'z erkinligi, ijod erkinligi bu juda ham yaxshi. Lekin ozgina shu mana shu ijod erkinligiga, so'z erkinligiga o'ziga yarasha nima desam ekan, mana shu ijod erkinligini oladigan bo'lsak, ijod erkinligi bo'lishi kerak, lekin bu haqiqatdan ham ijod erkinligi bo'lishi kerak. Buni zamirida ijod bo'lishi kerak. Har qanaqangi bachkana qiliqlar, hurmatcha qiliqlar, yo bo'lmasa o'sha saviyasi past so'zlar bilan qanaqadir bir yengil elpi qo'shiqlar yaratib, bu bilan ya'ni bizni xalqimizni bularga bo'laveradi, bularga nima deydi, murakkabroq bir o'sha zalvorliroq qo'shiq qiladigan bo'lsak, bularni aqli yetmaydi bu qo'shiqlarni tushunishiga degan fikr umuman noto'g'ri deb o'ylayman.
Va endi bo'lishi mumkin haligi yoshlarimizda hali shakllanmagan yoshlarda fikr shakllanmagan, qarash shakllanmagan yoshlarga shunaqangi bir yengil yelpi so'zlardan iborat bo'lgan, so'zlar yig'indisidan iborat bo'lgan qo'shiqlar yaratilishi balkim endi bu hali hozirgi paytda zamonaviy tilda aytganda trendga chiqadi, ya'ni o'zini o'sha kuzatuvchisi ko'payadi degan fikrlar bor. Lekin san'at unaqa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. San'at jiddiy bo'lish kerak. San'at iloji boricha bizni o'zbek san'ati umrboqiy bo'lishi kerak. Ustozimiz Sherali Jo'rayev olamizmi masalan, ularni o'sha ijro qilgan qo'shiqlari hozirgacha dolzarb bo'lib turibdi. Hattoki endi to'g'ri ma'noda aytganda talash ham bo'lib turibdi. Chunki shunaqangi bir zalvorli bo'lgan, ma'noli bo'lgan, mazmunli bo'lgan, ohangi ham chiroyli bo'lganligi uchun ham shunaqangi bo'lib turibdi va umrboqiy bo'lib turibdi hozir. Xalqimizni saviyasini juda ham bir past baholash kerak emas deb o'ylayman. Xalq ichida shunaqangi bir tahlili kuchlilar bor. Hattoki mana men shunchalik san'atda katta bo'lgan bo'lsam ham bir xil tahlil qiladigan kuzatuvchilar borki, ularni tahlilini oldida men tahlilim tahlil emas. To'g'risini aytganda, o'shaning uchun xalqimiz ichida juda ham bir ziyoli, o'qimishli, san'at sohasida ham o'zi san'at sohasida bo'lmasa ham, lekin uni tahlili, uni qiziqishi, uni kuzatuvi juda kuchli bo'lgan insonlar bor. Xalqimizdan e'tiroz emas, e'tirof keltiradigan qo'shiqlarni ko'proq ijro qilishimiz kerak. Va bizni har bitta harakatimizga baribir xalqimiz baho beradi. Shuning uchun xalqimizni e'tirofini olish, uni mehrini qozonish bu o'ylaymanki hech qanaqangi boylik bilan teng bo'lmaydi. Ibratli inson sifatida qabul qilganini o'zini men o'ylaymanki buni hech qanaqangi bir moddiy tarafdan hech qanaqa oltin gavharlarga bu teng emasda. Bu undan yuqoriroq. Shuning uchun san'atkorlar ana o'zini shu mavqeini saqlab qolishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Oddiy bir boylik moddiy boylik ketidan quvib, o'zini har qanaqangi nimalarga urmasdan bu bunaqangi bir sharafi, bunaqangi bir xalq tomonidan beriladigan e'tirofni doim qadrlash kerak. Chunki men endi gapirmaslikka ilojim yo'q. Mana shu sahnada turganda onam 85 yoshlik tavallud kunlari bo'lganda mana shu sahnada birinchi marta aytganlarki, men hozir Mahmudjon aka G'ofurov bilan yarim asrdan ko'p rollar ijro qilganman. Birinchi shularni men poylariga, hoki poylariga ta'zim qilaman deb oyoqlariga ta'zim qilganlar. Keyin mana shu yerda o'tirgan tomoshabin bir qancha tomoshabinlar o'rnidan turib qarsak chalishgan. Keyin aytganlarki, men 70 yil bo'ldi Toshkentga kelganimga. Toshkent xalqi meni qabul qilgan. Shuning uchun men Toshkent xalqiga qolaversa respublika bo'yicha yurganimda, viloyatlarda yurganimda meni qabul qilishgan, meni o'sha teatr jamoasini olib borganimda tomoshalarimni ko'rishgan, menga bir pella choy qo'yib bergan butun O'zbekiston xalqiga ta'zim qilaman deb egilib ta'zim qilganlar onam. Shu menga bir katta bir dars bo'lib qolgan. Ki o'ylaymanki, nimaga shuni aytganlarki, chunki xalqi mehri, uyga kelganda senga bir pella choy bergani, seni hurmat qilgani, senga orzu havas qilgani buni hech qanaqa brilliant, hech qanaqa gavharlar bilan almashtirib bo'lmaydi. Bu balandparvoz gap emas, meni qalbimdagi gaplar. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shu har bitta san'atkor mana shunga harakat qilib, shu bilan bo'ladigan bo'lsa, xalqimiz tarafdan hech qachon salbiy fikrlar chiqmaydi deb o'ylayman. Mana Azimullaxonovni 35-40 yil ilgari xalq qanday qabul qilgan bo'lsa, o'sha mavqeini, o'sha obro'ni ushlab qolish ham ijodkordan katta bir mas'uliyat talab etadi. Xalqimizning e'tirofini, o'sha muxlislarning e'tirofini, bularni oxirigacha saqlab qolish har bitta san'atkor, ijodkori qo'ldan kelmaydi, lekin ustozlarimiz shuni uddalashgan. Azimullaxonovning hayotdagi shiori nimadan iborat? Endi hayotdagi shiorimiz shundan iboratki, avvalambor men harakat qilganman to'g'ri gapirishga hayotda va adolatli bo'lishga harakat qilganman. Chunki meni onam shunaqa tarbiya berganlar. Adolatli bo'lgan o'g'lim, iloji boricha yolg'on gapirmagin deganlar. Hayotda adolatli bo'lishga harakat qilaman. Har bitta fikrni, har bitta bo'ladigan ishlarni yechimini adolatli bo'lishini xohlayman. Menga bo'lgan
munosabat ham adolatli bo'lishini xohlayman va mendan boshqa insonlarga bo'lgan harakat, xatti-harakatlar hammasini ham adolatli bo'lishiga harakat qilaman. Insonlardagi qaysi xislatni qadrlaysiz? Insonlardagi eng qadrlaydigan hislatim sadoqatli bo'lishi. Ya'ni sizni boshingizga qanaqangi musibat tushadimi, yo bir xursandchilik tushadimi, o'sha sizga bir sadoqatli do'st, sadoqatli bo'lgan inson doim yoningizda bo'ladi. O'shaning uchun men sadoqatni birinchi o'ringa qo'yaman. 200lamachilarni yoqtirmayman. Mana sizga kulib turib, keyin ortingizdan boshqa ish qilib yuradigan, ya'ni sizga boshqa gapirib, unga boshqa gapiradigan, shunaqangi insonlarni yoqtirmayman. Yo do'st bo'lgan, yo'q umuman gaplashmagan. 200lamachi insonlar bilan iloji boricha bitta dasturxonda o'tirmaslikka harakat qilaman va muloqotda bo'lmaslikka harakat qilaman. Endi ba'zi bir payt majbur bo'lib qolasiz, unaqangi insonlar bilan ham birgalikda bo'lib qolasiz, lekin harakat qilamanki, unaqa insonlar bilan o'tirmaslikka, unaqa insonlar bilan hamfikr bo'lmaslikka harakat qilaman. Samimiy suhbat uchun alohida tashakkur. Bugun Azim Mullaxonovni qaysidir ma'noda ham xonanda, ham o'sha teatr san'atini insoni vakili sifatida kashf qildik. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz, bugungi bergan o'gitlaringiz, tavsiyalaringiz, o'sha hayot tajribangiz tomoshabinlarga bir dasturul amal bo'lsa ajab emas. Samimiy suhbat uchun rahmat. Doimo salomat bo'ling. Ijoddan charchamang.